Yangilikni yana zo'ri do'stlar, ushbu xabarimda chorvaga qiziqadigan chorvador aka-opalarga maksimum darajada yuborib qo'yasiz, albatta foydali bo'ladi. 2026-yildan boshlab mamlakatimizda chorvachilikni rivojlantirish maqsadida quyidagi imkoniyatlar taqdim etiladi. Birinchisi, paxta hamda g'alla yo'nalishidagi fermer xo'jaliklarga chorvachiligini rivojlantirish maqsadida o'z yer maydonining 20 sotixgacha bo'lgan qismida chorva mollarini boqish uchun yengil konstruksiyali binolarni qurishga ruxsat berilmoqda. Ikkinchisi esa hukumatimiz tomonidan xorijdan olib kelingan nasldor qoramollar, qo'y echkilar uchun subsidiyalar taqdim etilardi. Etiladigan subsidiyaning miqdori har bir qoramol uchun agar u nasldor bo'ladigan bo'lsa, har bir boshiga 2 million so'mdan, nasldor qo'y hamda echkilar uchun esa har bir boshiga 400 ming so'mdan subsidiyalar taqdim etilar edi. Va mana shu muddat 2025-yilning 31 dekabrigacha etib belgilangan edi. Prezidentimiz tomonidan e'lon qilindiki, mana shu muddat yana 5 yilga uzaytiriladi. Chorvachilikni rivojlantirish maqsadida. Uchinchi muhim yangilik esa do'stlar, 2026-yilda respublikamiz bo'ylab umumiy qiymati jami 5 trillion so'm bo'lgan. E'tibor bering, 5 trillion so'm bo'lgan jami 1000 ta chorvachilik sohasidagi yangi loyihani ishga tushirish rejalashtirilgan va shu bilan bir qatorda Fransiya tajribasi asosida respublikamizning 167 ta tumanida jami 340 ta, e'tibor bering do'stlar, go'sht hamda sut yo'nalishiga ixtisoslashtirilgan 50-60 boshlik chorvachilik xo'jaliklarini tashkil etish ham albatta davlat ko'magida rejalashtirilgan. Yaxshi niyat qiling do'stlar, mana shu tashkil etiladigan chorvachilik xo'jaliklaridan birining rahbari aynan siz bo'lishingiz mumkin. Va do'stlar, ushbu xabarni barcha chorvaga qiziqadigan tanishlaringizga yuborib qo'yasiz degan umiddaman. Qishloq xo'jaligi sohasidagi mana shunday berilayotgan imtiyozlar, imkoniyatlar, subsidiyalar to'g'risida o'z vaqtida xabardor bo'lish uchun Kaminaning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarini albatta kuzatib boring hamda obuna bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling. Berilayotgan imkoniyatlardan maksimum foydalaning.